Nima sababdan Rodri birinchi bo'lib Real Madridga o'tishga rozilik bildirib, oxiri Barselonaga o'tib ketyapti. Keling, hozirda shu haqida gaplashamiz. Avvalambor, agarda siz ham futbol muxlisi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bilasiz, bir necha hafta oldin bu transfer yakuniga yetdi va deyarli barcha ispaniyalik nashrlar bu o'yinchi qirollik klubiga o'tadi deb aytayotgan edi. Ammo undan keyin o'zidan o'zi jimjit bo'lib qoldi. Qarabsizki, Real hamda Manchester City bu transfer bo'yicha summasini kelishib olishmagan ekan. Florentino Perez bu o'yinchiga faqatgina 50 million yevro beraman, chunki keyingi yil u erkin agent bo'ladi deb aytgan ekan. Ammo City o'zining asosiy o'yinchisiga ko'proq pul talab qildi. Xuddi shu paytda esa Barselonaning ispaniyalik futbolchilari Rodri bilan yaxshi munosabatda bo'lgani tufayli uni o'zini jamoasiga taklif qilishni boshlashdi. Undan keyin esa Hansi Flick, ya'ni Barsaning bosh murabbiyi o'yinchiga qo'ng'iroq qilib, u qanchalik jamoa taktikasiga mos kelishini aytib, uni klubga o'tkazishga rozi qildi. Va ko'rinishicha, agarda Barselona Real bergan taklifdan ko'proq pul beradigan bo'lsa-da, hozirgi holatga qaraganda bu o'yinchi Barselonaga o'tadi. O'sha bunaqa ketishda La Ligani kim yutadi deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib keting. Va ko'proq transferlarni o'tkazib yubormasligi uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling.